Uzun marketi futbolka sotib qancha foyda qilsa bo'ladi? Tekshiramiz. Shu futbolka ko'rib turganingizdek 6000 donadan ko'p buyurtma bo'lgan hozirgacha. Haftasiga esa 515 dona zakaz tushgan. Endi buni hisobga qilib ko'ramiz. 35990 dan sotmoqda. Va buni ko'paytiramiz. 0,25 ga, ya'ni 25% komissiya 8997 so'm ekan. Bunga yana qo'shamiz 4000 so'm logistika, ya'ni yetkazib berish xizmati 12997 so'm olmoqda. Keling buni 13000 deb olamiz. 13000 so'm uzum sotuvchidan ushlab qoladi. Yana bunga plyus qo'shamiz 15000 so'm. Ya'ni futbolkaning tan narxi 28000 so'm bo'lmoqda opsiya rasxod. 35990 dan ayiramiz 28000 ni. 7990 so'm bo'lmoqda. Bu bitta tovarimizdan qolayotgan sof foyda. Endi buni ko'paytiramiz 515 ga. Ya'ni bir haftada sotilgan tovarlar soniga. Ko'rib turganingizdek 4,114,000 so'm sof foyda qilmoqda bir haftada. Shuni senga sotib turadigan bo'lsa, bir oyda qancha foyda qiladi? Ko'paytiramiz 4 ga. 16,459,000. Bu yerdan keling 15 million deymiz. O'sha 1,5 millionni reklama uchun boshqa yana mayda-chuyda sarf xarajatlar uchun sarflagan hisobida bo'ladi. Shunda 15 million bir oyda sof foyda qilmoqda. Ko'rib turganingizdek shu futbolkadan bir oyda 10 million, 15 million foyda qilsa bo'ladi.